Assalomu alaykum, bizning kanalimizga kuzatib kelayotgan akalar. Mana Lesa Apolovga xudo xolasa ishlab chiqaryapmiz. Qo'ldan kelgancha klientga yetkazib beryapmiz. Ko'p akalarimiz telefon qilib so'rashyapti, Lesa Apolov ijara biznesida ziyonga kiramanmi, kirinmanmi deb. Albatta ziyonga kirasiz agar yo'nalishni to'g'ri qo'yib olmagan bo'lsangiz. Keyin ayrim akalarimiz ham sizlarda Lesa qimmat, boshqa joydagi Lesalarga qaraganda 70 ming, 80 ming raznica qilyapti deyapti bir komplektda. Bizning Lesalarda boshqa joydagi Lesalarga qaraganda farqi unaqa chiqishining sababi akalar, biz faqat seriyali zavodda turba profillaridan foydalanamiz. Seriyali zavod turbasini masalan qanday ajratib olamiz? Qalin yuqaligi, hamma turbalarning qalinligi bir xil chiqaveradi. Seriyali zavodda turba profillarini diametri arzon turbaniga qaraganda ancha kattaroq chiqadi. Arzon turbalar diametri kichikroq seriyali zavodga qaraganda. Shu lesalarni tahlab qo'yganmiz, bu lesalar sotilgan. Bu yoqda ham lesalarni tahlab qo'yganmiz. 100 komplekt katta, 2 metrlik, 100 komplekt bo'yi 1 metrlik lesalar turli funksiya akalamizga qilib beryapmiz. Bo'yi 1 metrliklar 550 ming so'mdan bir komplekt paddoni bilan. Bo'yi 2 metrlik lesalarimizni 700 ming so'mdan qilib beryapmiz. Lesa Apolovga biznesini masalan qanaqa qilib ziyonga kirib qolishini sabablarini qiziqib so'ramoqchi bo'lsanglar, ekranga nomerimni qo'yib qo'yaman. Tortinmay bemalol telefon qilib aloqaga chiqaveringlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ma'lumot beramiz. Lesa Apolov kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Andijon viloyati Asaka tumani.